Mushuk nega islomda barakali jonivor hisoblanadi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mushuklarga mehr bilan munosabatli bo'lganlar. Islomda mushuk pok jonivorlardan biri sanaladi va unga ozor berish qattiq qoralangan. Qizig'i shundaki, bugungi ilm-fan ham mushukning insonga foydasini tasdiqlamoqda. Mushuk sizga suyansa yoki xurillab yoningizda yotsa, uning xurillash tebranishlari insonni tinchlantirishi, stress gormoni kortizolni kamayishiga yordam berishi mumkin. Ayrim tadqiqotlarda esa bu holat qon bosimining pasayishiga, yurak urishining me'yorlashishiga va og'riq sezgisining kamayishiga hissa qo'shishi mumkinligi qayd etilgan. Islomiy psixologiya ham inson qalbiga sokinlik berishni muhim deb biladi. Rahm-shafqat ko'rsatish, jonivorlarga mehr qilish qalbni yumshatadi, mehribonlik tuyg'usini kuchaytiradi. Agarda sizning farzandlaringiz mushuklarga qattiq bog'lanib qolayotganini his qilsangiz va ko'rsangiz, bunga aslo tashvishlanmang. Mushukning iliqligi va sokinligi ba'zan qalbimizdagi bezovtalikni ham yengillashtirishi mumkin. Albatta, mushuk davolash vositasi emas, ammo Alloh taolo ba'zan shifo va taskinni eng oddiy ne'matlar orqali ham beradi. Shuning uchun agar uyingizda mushuk bo'lsa, uni faqat jonivor deb emas, balki Allohning mehr va rahmatini eslatuvchi ne'matlardan biri sifatida qadrlang.